Bugun inshaalloh siz bilan biz har birimizda bor bo'lgan bir sifat haqida suhbat quramiz. Bu shunday bir sifatki, bu yomon sifat. Va hammamizda bor. Bu shunday sifatki, Alloh taolo har bir insonni tabiatiga, fitratiga joylagan. Hech kim bu sifatni menda yo'q deb ayta olmaydi. Bu qaysi sifat? Bu shunday sifatki, bu mana shu sifat bilan juda ko'p nadomatga, afsusga, taassuflar yetib qolinadi. Shoshqaloqlik. Otamiz Odam alayhisalomni jannatdan chiqargan narsa mana shu shoshqaloqlik. Yunus alayhisalomni balarda qorniga tushirgan sifat ham mana shu shoshqaloqlik. Kim aytadi menda shu sifat yo'q deb? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni jannatda o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Unga o'zini ruhidan kiritdi. Odam alayhisalomga farishtalarga bermagan ilm berildi. Odam alayhisalomga farishtalarni sajda qildirdi. Odam alayhisalomni aziz mukarram qildi. Lekin mana shu ruhni kirgizishlikdan avval Alloh subhanahu va taolo bir qancha vaqt Odam alayhisalomni ruhsiz haykal, timsol shaklida jannatga qo'yib qo'ydi. Va o'zining ruhidan kiritar ekan, ruh Odam alayhisalomning boshidan kira boshladi, pastga qarab yurdi. Ruh boshiga kirdi, ko'ziga yetdi, ko'z jannat mevalarini ko'rdi. Burniga yetdi, hidini hidladi. Oshqozi yoniga yetdi, qorni ochdi, ishtahosi qo'zg'adi, fikr qildi, jannatning mevalarini tanovul qilgisi keldida, hali ruh oyog'iga yetmasdan turib, shoshilib oldiga intilib bordi. Alloh taolo aytadi: "Xuliqal insanu min ajal." Haqiqatan inson shoshqaloq holda yaratilgan. Zamonamizga qarasangiz, yildan yilga shu tezlik degan narsa, shoshqaloqlik degan narsa kuchayib ketyapti. Shuncha siz bilan bizni ishlarimizni tezroq bajarishiga sabab bo'ladigan vositalar ko'paygan sari vaqtimiz yetmayapti. Eskilarimiz piyoda yurib, hamma qarindosh urug'ini, yetti mahallasini nomma-nom yurib aytib topib kelar edi. Hozir tayda mashinasi, qo'lida telefoni turib, falonchi qolib qopti. Shoshqaloqlik. Bu yomon sifat. Shoshqaloqlik shunday bir yomon sifatki, insonni noumidlikka, tushkunlikka, qunutga, ya'sga olib borib qo'yadi. Inson bir xayriyat ish qilsa, mukofotini tezda olishni xohlaydi. Hamda bir odam noma'qul ish qilsa, birovga zulm qilsa, jazosini ertasi kuni olishligini kutadi bu yoqdagilar. Alloh taolo aytadi: "Xuliqal insanu min ajal, saurikum ayati fala tasta'jilun." Mo'min odamga, mazlum odamga mana shu oyat qalbiga taskin berishligi kerak. Haqiqatan inson shoshqaloq holda yaralgandir. Yaqinda men sizlarga o'z oyat alomatlarimni ko'rgazurman. Ya'ni menga osiy bo'lgan kimsalarni qanday azoblashimni ko'rursizlar. Fala tastajilun. Bas meni shoshtirmangiz. Shoshqaloqlik juda ko'p insonlarni qonlarini nohaqdan to'kilishiga, pokiza insonlarda, beayb insonlarda shoshqaloqlik bilan ustlariga tuhmat, bo'xton toshlar otilishiga sabab bo'lgan. Insonning shoshqaloqligi. Inson Robbisidan ba'zi bir narsalarda duo qilib so'rar ekan, shu so'rayotgan narsasini o'ziga yaxshi deb biladi. Ya'ni yaxshi deb bilgan narsasini so'raydi. Lekin shu so'ragan narsasini haqiqatan yaxshimi, yomonmi kim biladi uni? Alloh biladi. "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham boy bo'lay, qiylanib ketdim" deb shoshiltirdi. Sizga mana shu faqir bo'lganingiz yaxshi desa, "Ya Rasululloh, duo qilavering" dedi. Shoshilib ketdi. Duo qildi, qo'ylari ko'payib ketdi. Oqibati nima bo'ldi? Dunyosi ko'payganidan jamoat namozlariga kela olmay qoldi, juma namozlariga kela olmay qoldi. Dunyosi ko'paydi, shoshilib ketdi. Zakot yig'uvchilarni Rasululloh jo'natganida zakot berishni ham xohlamay qoldi. Alloh taolo aytadi: "Walau yu'ajjilullohu lin-nasi sharra istijalahum bil khayr, laqudiya ilayhim ajaluhum, fanadharu alladhina la yarjuna liqana fi tughyanihim ya'mahun."
Agar Alloh bu odamlarga, ya'ni mushriklarga yaxshilikni tez keltirgani kabi yomonlikni ham naqd qilsa edi, albatta ularning ajallari yetgan bo'lar edi. Bas, biz ularga yomonlikni naqd qilmaymiz, balki bizga ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan kimsalarni o'z tug'yonlarida adashib uloqib yurgan holda tashlab qo'yamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mushriklarini islomga da'vat qilib, agar osiy bo'lsanglar Allohning balosi keladi desa, duo qilishardi. Ey Alloh, agar Muhammad aytayotgan narsa haq bo'lsa, bizni boshimizga balo yog'dir deyishardi. Ya'ni Muhammad haq bo'lsa, shu dinga bizni ham hidoyat qilmas, boshimizga tosh yog'dir. Alloh aytayapti. Agar ular so'ragan narsani yog'dirsak, hukm ijro qilingan bo'lardi. Ajallari yetib qolar edi. Boshqa oyatda Alloh aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning ichida turar ekansiz, ularga balo kelmaydi. Ular istig'for aytar ekan, ular ustiga balo kelmaydi." Shoshqaloqlik insonga juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradi. Iztirob, unutuvchanlik, qalbini doim bir qalqib turishligi, xotirjamlikni yo'qligi. Hakim odamchi hayotida bo'ladigan ishlarning rejasini tuzadi. Shu ishlarini chiroyli suratning nihoyasiga yetishiga sabab bo'lgan ishni qiladi-da, natijani Allohdan deb biladi. Alloh aytgani bo'ladi deydi. Ibn Qayyim rahimahulloh shunday deydi. Johilni, yengiltagi insonni, shoshqaloq insonni hikmati bo'lmaydi. Qaytaramiz. Johil insonda, tentek, yengiltag insonda hamda shoshqaloq insonda hikmat bo'lmaydi. Hadisda keladi: "At-ta'anni minalloh va al-ajalatu minash-shayton." Imom Termiziy sahih rivoyat qilgan hadis, Imom Alboniy hasan degan bu hadisni. Shoshilmaslik, xotirjamlik Allohdan, shoshilishlik shaytondan. Mashina minamiz ukalar. Svetoforda turamiz. Shu skoroskga urib, splenani bosib turishing kerak. Chunki sariq yonishiga jilmasang orqandagi pop deydi. Orqandagi shu signal chamasida tayyor turishing kerak. Shu darajada shoshqaloq bo'lib ketganmizki, qancha sekund bor shu. Sariq yonib, qizil o'chib, zangor yonguncha. Qaraylik-da qanaqa bo'lib ketganmiz. Odamlar qanday bir tabiatida shu sifat kuchayib ketgan. Tezroq. Hadisda kelyapti, shoshilmaslik Allohdan, shoshilishlik shaytondan. Mana endi tanlayveraylik. Arablar qadimda shoshilishlikni nadomatlarning onasi deb qo'yishar edi. Masalan, al-xamr ummul habaib, aroq hamma yomonliklarning onasi deb qaralsa, shoshqaloqlik hamma nadomatda, afsusda onasi deylar ekan. Shoshqaloqlik demak yomon sifat ekan. Endi uni ro'parasida turgan boshqa bir sifatlar borki, ular yaxshi emas. Ya'ni sutkashlik, beparvolik, yalqovlik, loqaydlik uni ro'parasida turgan, ular ham yomon sifatlar. Musulmon mana shu ikkita narsaning o'rtasida bo'ladi. Loqayd ham bo'lmaydi, beparvo bir yo'li shoshqaloq ham bo'lmaydi. Alloh taolo siz bilan bizni buyurgan ba'zi ishlarni qilishlikka shoshilishligimizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: mayyitni qo'yishlikda, qarzni uzishlikda, qiz balog'atga yetganda uni uzatishlikdagina shoshilishlik kerak. Qolgan ishlarda shoshilmaslik kerak. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Va Parvardigoringiz tomonidan bo'lguvchi mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan eni osmonlar va yer barobarida bo'lgan jannatga shoshilingiz. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Musulmon odam jannatga olib boradigan ishlarni qilishda musobaqa o'ynaydi. Savobli ishlarni qilishda shoshiladi. Chunki bugun bor qilib qolsin, ertaga bo'lmay qolishi mumkin. Bugun 4 ta so'mi bor, ota-onasigami, qarindoshigami sarflab qolsin oxiratiga. Chunki ertaga bo'lmay qolishi mumkin. Hayotimizda shoshqaloqlikda oqibatida keladigan juda ko'p noxush holatlar bor. Shulardan ba'zilari. Shoshqaloqlikning oqibatlaridan inson bir xabarni eshitishligi bilan uni tekshirmasdan turib, rost yolg'onligini aniqlamasdan turib,
ishonadida bir odamni shartda yomonga chiqarib qo'yadi yoki shartda yaxshiga chiqarib qo'yadi. To'xta, eshitaylikchi, uni o'zlanan deydigan odamlar nihoyatda kam bo'lib ketgan. Abu Xotim rahimahulloh shunday deydi, diqqat qilamiz. Shoshqaloq inson bilmasdan turib gapiradi, tushunmasdan turib javob beradi, sinamasdan turib maqtaydi, maqtaganidan keyin yomonlaydi, fikr qilmasdan qaror qabul qiladi, qaror qabul qilmasdan turib harakat qilib boradi. Shoshqaloq inson bilmasdan turib gapiradi, tushunmasdan turib javob beradi, sinamasdan turib maqtaydi, maqtaganidan keyin shoshilib yomonlaydi, fikr qilmasdan turib qaror qabul qiladi, hali qaror qabul qilmasdan turib harakatga tushadi. Bu yoshlarda ko'proq uchraydigan narsa. Falonchi mana qilibdi, biz ham qilamiz, ketdik. Falonchi bir reys olib kelgan ekan, moncha pul qolibdi, ketdik biz ham. Fikr qiling, u bir reys olib kelguncha foyda qilguncha necha yil ishlagan? O'sha kanalni ochguncha qancha bir vaqtini, pulini sarflagan? Yo'q. O'sha olib keldimi, bizga ham bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Astagfirullah va idza ja'ahum amrun minal amni aw bil khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa laula fadlullohi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila. Qachon ularga tinchlik yoki xavf va xatar xabari kelsa, uni yoyib yuboradilar. Agar ular o'zlariga kelgan xabarni har kimga yoyib yurmasdan payg'ambarga va o'zlaridan bo'lgan boshliqlargagina yetkazganlarda edi, uni, ya'ni mana shu xabarning haqiqatini bilmoqchi bo'lgan kishilar o'shalardan bilgan bo'lar edilar. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, ya'ni Alloh o'zi to'g'ri yo'lga boshlamasa, ayrim kishilardan tashqari hamma shaytonga ergashgan bo'lardi. Ya'ni eshitgan gapni sirazi tarqatib yuraverishlik insonni yolg'onchiligiga sabab bo'ladigan ishlardan. Ehtimol sizni xijolat qilishligi uchun shu gap sizga aytgandir. Siz ham yayasizda borib kimgadir. Kimdan eshitding desa, falonchidan eshitdim deydi. Shunaqa deyishlik uchun sizga aytgandir ehtimol. Bir xabarda eshitsanglar deyapti Alloh taolo. Payg'ambarga aytinglar yoki ichingizdan bo'lgan aql egalariga aytinglar deyapti. Shular tekshirib bilib turib keyin e'lon qilsin. Mishmish degan narsa oldi olinadi. U mishmishni eshitdingiz, ehtimol to'g'ridir, ehtimol noto'g'ridir. Eshitgan odam haligi mishmish, yomon xabar bo'lsa ichi ezilib qoladi, lekin hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni eshitgan gapini ko'tarib yuravergan odam yolg'onchilikka juda yaqin bo'ladi. Shunaliga eshitgan gapimizni ko'tarib yetkazishligimiz yolg'onchiligimizga sabab bo'ladigan amallardan. Shoshqaloqlikni bizni ustimizga olib keladigan yomon oqibatlaridan bu odamlarning o'rtasidagi munosabatlarni yomonlashishligi. Bir xabarda eshitdingiz, tekshirmadingiz, shart hali xabarni yaydingiz. Sizni palonchi mana dedi. Bo'ldi, ketdi, shu bilan narigi odamga nisbatan munosabat ketaveradi. Yana shoshqaloqlikni zararli oqibatlaridan inson shoshilib hukm chiqarishligi. Payg'ambarlarning qissasiga murojaat qilar ekanmiz, Davud alayhissalom payg'ambar bo'lgan, qozi bo'lgan, podshoh bo'lgan. O'zini ibodat qiladigan xos xonasiga birovni kirgizmasdan eshikni qulflab qo'yib ibodat qiladi. Ibodat qilib turgan kunlarning birida ikkita odam devor oshib tushdi. Davud alayhissalom qo'rqib ketdi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi bu qissa haqida. Hal ataka naba'ul hasmi iz tasawwarul mihrab. Iz dakhalu ala Davud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasman bagha ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqq wa la tushdid wahdina ila sawa'is sirat. Davud alayhissalom oldiga tushganda qo'rqib ketdi. Bu ikki kishi aytdiki, qo'rqmaganlar. Ikkomiz dedi, talashib qoldik, tortishib qoldik. O'rtamizda adolat bilan hukm qilgan, to'g'ri yo'lga bizni boshlagan. Biri aytdi, bu meni birodarim dedi. 99 ta soliq qo'yi bor. Meni bitta soliq qo'yim bor. U ham haydab chiqadi boqqani, men ham bitta qo'yimni haydab chiqaman boqqani. Menga do'stim aytdi, men 99 ta qo'yni haydab chiqyapman,
Sen bitta bilan chiqyapsan. Bittaga ovora bo'lmasdan meni qo'ylarimga qo'yingni qo'shib yubor, men boqib beraman dedi. Men unga qo'yimni qo'shib berdim. Endi qaytarib ber deb qo'yimni talab qilsam, seni menda qo'ying yo'q deb turibdi. Deganida Davud alayhisalom aytdiki: "Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji va inna katiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus solihati va qalilun ma hum." Davud ikkinchi da'vogarning so'zini tinglamasdanoq dedi: "Dar haqiqat u sening qo'yingni so'rab va o'z qo'ylariga qo'shib olish bilan senga zulm qilibdi. Darvoqe ko'p oshna og'aynilar bir-birlariga zulm qilurlar. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan kishilargina zulm qilmas. Ammo unaqalar juda kam." Hukm chiqarib oldi. Shunda ikkinchi odam: "Ey Allohning nabiysi, shoshilmang, mendan ham eshiting" dedi. Va zanna Davud anna fatannahu. Biz Davudni sinaganligimizni keyin bilib qoldik dedi Alloh. Parvardigoriga sajda qildi, Parvardigordan istig'for so'radi. Bir marta shoshilib hukm aytib qo'ydi, noto'g'ri bo'ldi. Chunki ikkinchi tomonda eshitlik kerak. Ana shu qilgan shoshqaloqligiga Davud alayhisalom sajda qildi, Alloh taoladan istig'for so'radi. Shoshqaloqlikning zararli oqibatlaridan da'vat maydonidagi ko'rinishlari. Ba'zi bir qalbida bir shijoati bor, yuragida bir o'ti bor yosh ukalarimiz odamlarni haqqa yurishlikka chaqiradi-da, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin odamlarda tuzalmayotganligini ko'rib yoki munkarda ozaymayotganligini ko'radi-da, ilmsizligidan, tajribasizligidan, shoshilib ketganligidan bo'lmadi deydi. Yo umuman da'vatni tashlab olganini ko'rasiz yoki umuman bir boshqa bir noqulay holatlarga borib qoladi. Esimizdan chiqmasin, musulmon odam natijaga javob bermaydi. Allohning diniga da'vat qilayotgan kishi odamlarni chaqirishlik javobgarligi, natija Allohdan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka da turgan davrlarida musulmonlar juda qattiq aziyatlarga ro'baro bo'lishdi. Habbob ibn Arat roziyallohu anhu qul bo'lgan. Temirchi bo'lgan, qul bo'lgan. Iymonga kelganligi uchun qavmi qattiq azoblagan. Boshiga qizigan temirni shu qilich yasashlik uchun tiqib qo'yilgan cho'g'dagi temirni olib boshiga bosishgan. Shu daraja azoblashgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda majlisga Habbob ibn Arat kirib keladi. Bu yoqqa o'tiring dedi. Bu yoqqa o'tiring. Mashada o'tirishlikka siz loyiqsiz dedi. Oldiga o'tirganida Bilol roziyallohu anhu bilan Habbob ibn Arat Makkada eng qattiq azobga uchragan kishilardan edi. Hayotingizda ko'rgan eng qattiq azobni bizga aytib bering, Habbob dedi Umar ibn Xattob. Shunda Habbob ibn Arat yaxtagini ko'tardi-da, kuragini ko'rsatdi. Kuragida terisi suyagiga yopishib turardi. Qanday qilib bunday holatga keldi deganida, ana shu Makkadagi davrimizda mushriklar azob bergani kirishdi. Ana shu o'chog'ida turgan cho'g'ni olib yerga yoyishdi. Habbob ibn Aratda kiyimlarini yechib turib, beli bilan mana shu cho'g'ni ustiga o'tkazishdi. Bellari o'yilib, kuyib, badanidan chiqqan so'l bilan o't o'chdi. Mana shunday qiyin azoblarni ko'rib, Habbob ibn Arat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi ana shu davrda. Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh bizga yengillik bersin deb turib kuragini ko'rsatganda payg'ambarimiz achchig'i kelib ketib aytdiki, sizlardan avvalgi ummatlardan bir musulmonni olib kelib beligacha ko'mishardi yerga kavlab. Boshidan arra solib ikkiga bo'lib yuborishardi. Yana bir odam olib kelib yerga yotkizib, kiyimlarini yechib, temir tirnoqlar bilan suvaklarini go'shtlardan ajratar edi. Lekin bu narsa ularni dinidan qaytargan emas. Allohga qasam, Alloh albatta bu ishni oxiriga yetkazadi. Shunda Sanodan bir kishi Hazramotgacha ot minib borar ekan, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Shunday davr bo'ladi, lekin sizlar ey Habbob shoshilib ketyapsizlar dedi. Mana shunday mashaqqatni ko'rib turgan kishiga payg'ambarimiz shoshilyapsiz deyapti. Yunus alayhisalom qavmini da'vat qildi, bo'lmadi. Qavmini tashab chiqib ketdi. Shoshilib ketdi. Oqibati nima bo'ldi? Baliq yutib yubordi. Da'vat maydonida yurgan ahli ilmlar, ukalar, da'vatchi aka-ukalar shuni yaxshilab bilaylikki, odamlarni tuzatib yuborish bizning ishimiz emas.
bizdan nasihat qilib qo'yishlik. Natija Allohdan. Alloh taolo aytgan: "Fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafiza in alayka illa al-balagh." Ey Muhammad alayhissalom, agar endi ham iymon keltirishlikdan yuz o'girsalar, bas biz sizni ularning ustiga qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q. Sizning zimmangizga faqat biz sizga nozil qilgan vahiyni yetkazib qo'yishlik, aytib qo'yishlik xolos. Shoshqaloqligimizni yana bitta bir ko'rinishi duodagi shoshqaloqligimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sizlardan bir kishi shoshiltirmas ekan, albatta duosi ijobat bo'ladi." Ya Rasululloh, qana qilib shoshiltiradi odam deganida Rasululloh aytdilar, bir odam aytadi: "Duo qildim, shuncha duo qildim, Alloh ijobat qilmadi" deydi. Shu gapi bilan duosi ijobat bo'lmasligi aniq. Chunki vaqt degan narsa bu siz bilan bizni tushunchimizda vaqt. Alloh taolo uchun vaqt boshqacha. Duo qilyaptimi inson xayriyatda. Umar ibn Xattob aytadi: "Alloh menga duo qilishlik ilhomini berdimi qalbimga? Demak ijobati ham bor. Meni ishim duo qilish, duo qilib qo'ying, yutkizmaysiz." Shoshqaloqlik yana bitta bir yomon ko'rinishi bu ilm yo'lidagi shoshqaloqlik. Mana tobiinlarda, sahobalar hayotini o'qidik, ularda ilmga bo'lgan rag'batini, shijoatini ko'rdikda, hozirgi davrda nimaga endi o'shaga olimlar chiqmayapti degan savolga javob topdik. Ular shoshqaloq bo'lmagan ekan. Ular sabrli bo'lgan ekan. Falon shaharda falon kitobning nusxasi bor ekan desa, borib 1 yil umrini o'sha o'tkazib, ta'lim olib, hali kitobdan bitta nusxani ko'chirib, o'z bilan olib kelar ekan. O'sha ko'chirishlik vositalari, ko'tarib yurishlik vositalari yengillashgan sari biz og'irlashib boryapmiz. Inson sabr sifatiga ega bo'lmasa, unda ilm degan narsa jam bo'lmaydi. Shoshqaloqlik, besabrlik insonni ilmdan to'sadi. Suhbatimiz oxirida hukamonlarning bir ajib so'ziga e'tiborlarni qarataman. Ayni ilmga taalluqli. Hukamonlar aytadi: "Ilm 3 qarich. Birinchi qarichini o'rgangan odam takabbur bo'ladi. Ikkinchi qarichini o'rgangan kishi kamtar bo'lib qoladi. Uchinchi qarichini o'rgangan kishi hech narsani bilmasligini anglaydi." Ya'ni 3-qarichiga o'tgan kishi kitobga bo'lgan chanqoqligi, ilmga bo'lgan intilishi avvalgidan ham nima bo'ladi? Oho, biz hali bilmaydigan narsamiz juda ko'p ekan deydi. Endi takabbur bo'layotgan bo'lsak, demak biz birinchi qarichidamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu shoshqaloqlik degan sifatimizni tuzatishligimizga Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Chunki esimizdan chiqmasin, otamiz Odam alayhissalomni jannatdan chiqargan sifat aynan mana shu shoshqaloqlik bo'ladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.